Aholiga kommunal xizmat ko'rsatish, ya'ni iste'molchilarga tabiiy va suyultirilgan gaz mahsulotlarini yetkazib berish borasida Hududgaz Samarqandgaz gaz ta'minoti filiali tomonidan bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Mazkur ishlarning borishi yuzasidan ommaviy axborot vositalari xodimlari va jurnalistlar uchun press tur tashkil etildi. Dastlab press tur ishtirokchilari Urgut tumanidagi gaz to'ldirish shoxobchasi faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Bugungi kunda Urgut tuman gaz ta'minoti bo'limiga qarashli gaz to'ldirish shoxobchasi tumandagi 110 ta mahalla fuqarolari yig'inini suyultirilgan gaz ta'minoti bilan ta'minlaydi. Shuningdek, bo'sh gaz ballonlarining yaroqliligi tekshirilib, sinovdan o'tkaziladi. Bundan tashqari, cho'kinda gazlarni to'kish uchun ham maxsus uskunalar o'rnatilgan. Jurnalistlar suyultirilgan gaz ta'minoti sohasiga oid savollar bilan mutaxassislarga yuzlanishdi. Bizda remont sexlar mavjud. O'sha 6 ta remont seximizda ham to'liq quvvatda ishlar tashkillashtirilgan. Bosqichma-bosqich bizga o'sha hududgaz komplektatsiya tomonidan jo'mraklar yetkazib berilyapti, kerakli anjomlar. Gaz ballonlari ham yetkazib berilyapti. Mana bu yilga 2025-yilga ham yangi gaz ballonga hozir 6700 taga to'liq o'sha talabnomalarimiz shakllantirilgan, tumanlar kesimida berilgan. Gaz ballonlar agar nosoz chiqqan vaqtda aholimiz o'zi 104 ga bizga kol markazimizga telefon qilishlari kerak. Bizda avariya dispetcherlik xizmatlarimiz mavjud. Ular borib o'sha joyida nosoz gaz ballonni olib, o'rniga soz gaz ballonni berib, almashtirib olib kelib remont qiladi. Bugungi kunda Urgut tumanidagi 97190 ta xonadonga har 45 kunda belgilangan tartib asosida gaz ballonlari yetkazib berilmoqda. Ta'kidlash joizki, ballonlar gaz bilan to'ldirilganda ularning og'irligi maxsus tarozilar orqali tekshirilib, belgilangan me'yorda, ya'ni 20 kilogramm gaz bilan ta'minlanmoqda. Urgut gaz to'ldirish shoxobchasiga belgilangan 500 tonna gazni mahalladan kelib chiqib 40 kundan 45 kungacha bo'lgan tog'li hududlarga kerakli texnikalar bilan o'z vaqtida yetkazib berishga harakat qilyapmiz. Gazni yuklab chiqarishga kerakli bo'lgan jihozlarimizni yangilatdik. Shu qishki mavsumga qilinadigan ishlarni hozirgi kunda rejalashtirib bosqichma-bosqich qilib boryapmiz. Shuningdek, press tur ishtirokchilari Toyloq tumanidagi Sochak mahallasida bo'lib, Toyloq tuman gaz ta'minoti bo'limi tomonidan aholiga suyultirilgan gaz ballonlarini yetkazib berilishi jarayoni bilan tanishdilar. Ayni paytda mazkur mahallada 795 ta xonadon mavjud bo'lib, 4328 nafar aholi istiqomat qiladi. Press tur davomida ommaviy axborot vositalari vakillari Toyloq tuman gaz ta'minoti bo'limiga qarashli sanoat tugunida ham bo'lishdi. Bugungi kunda mazkur sanoat tuguni 28 ta tuman tashkilotlarini tabiiy gaz bilan bir me'yorda ta'minlaydi. Tumanda 50 ta mahalla mavjud. Shundan 13 tasi to'liq, 4 tasi qisman tabiiy gaz bilan ta'minlangan. 26% ni tashkil qiladi tabiiy gazimiz. Tabiiy gazimiz hozir mana ko'rib turgan kollektorimiz bu Injikent kollektor. Faqat sanoatlar ulgurji iste'molchilar, sanoat tuguni deyiladi. Bunda to'liqligicha ishlab chiqarish, zavod, fabrikalar hamma shu yerda o'rnatilgan. Gaz hisoblagich onlayn ko'rib turadilar. Har bir tadbirkor ham bizni bazada ham ko'rib turadilar. Albatta, bugun har bir sohada amalga oshirilayotgan islohotlar borki, bularning bari aholiga munosib turmush sharoitini yaratish kabi ezgu maqsadlarga qaratilgan. Hududgaz Samarqandgaz ta'minoti filiali tomonidan ham aholini turmush farovonligini yaxshilash hamda uzluksiz tabiiy va suyultirilgan gaz mahsulotlari bilan ta'minlash asosiy maqsad qilib olingan.